Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina Akam, har doimgidek ishlamasmi? Muhammad Yusuf qadrdonlar. Opa. Navbatdagi tunikafon xizmatimizni Andijon viloyati Yaxshi bo'ladi. Bo'zda xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatda yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Darvozaxonamiz, ko'cha shapkamiz, ichkari shapkalarimizga tunikafon xizmatlarini qilib berdik hamda koridorlarimizga ham tunikafon xizmatlarini qilib berganmiz. Xo'p, qadrdonlar, bu xonadonimizga, darvozxonalarimizga kosmoslar o'rnatdik mana. Koridorlarimizga ham juda ham chiroyli dizaynda tunkafonlarni qilganmiz do'stlar. Ko'ringlar, agar sizlarga ham yoqsa, bemalol ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadoningizlarga mana shunaqa chiroyli tunkafonlarni zakaz qilsanglar bo'ladi do'stlar. Qadrdonlar, bu xonadonimiz darvozaxonasiga MDFli fasondan qilganmiz. Mana bu MDFlar alohida bo'ladi. Shapkalarimizga do'stlar faqat ko'cha tomonimizga tarnov qo'yganmiz. Bu ichkari tomonida esa o'zi tarnovlari bor ekan. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan vodiy bo'ylab amalga oshiryapmiz. Ishlatgan materialni kvadratiga